Zo'r ish bo'ldi. Mashinamni soyaga qo'yib kirib ketgandim. Chiqsam mashina yo'q, peshinni o'qib kelaydi. Do'm mana kech kelsam, mana qo'shni oshnam mani baloningizni mashinangizniki emasmi deydi. Mashinaniki desam, jentreni qarani, voy, ariqqa tushib ketibdi zakanga. Maşallah. Endi Samsung chaqiruvchi chiqarib olamiz. Men mashina o'g'irlab ketdi deb qo'yib o'tiribman. Tavba qildim, tavba. Allohning ishi ekanda. Hali qo'yishmasa har to'g'lama qo'yishmaydi-da. Mana andalar qo'yib ketdi. Mayli. Bu ham behikmat masazlar. Qani, ariqqa tushirib yuboribsiz mashinamni. Qaramasdan. Uçurmasdan da qaysi? Qulublaganmi? Qulublagan. Qulub edi. Yo'q, bu rol qulub, mashina qulub, rol qulub. Qana baqir burildi. Ya aka, молодец, lekin zo'r, ana pozitivniy qabul qildilar lekin, borib tushib ketganlar. Hikmati vordir buni ham deb. Imonlari kuchli ekan. Komment qilsa kerak. Magniy B6 bor-ku, bilasizmi? Unaqa asab tinchlantirib turganda. Magniy bu akani chandotda. Magniy B6 asabiylashgan paytda shu akadan ichib turadi. Doktor yozibdi gapi. O'zini sohasiga